Hijobda bo'lmagan ayollarning ham namozlari o'tadimi? Namoz seriyasining 5-qismi. Bilasiz, ko'p ayollar o'rtasida shunday savollar beriladi. Men doimiy hijob kiymayman, lekin namoz vaqtida ro'mol taqib avratlarimni yopib namoz o'qiyman. Shunday bo'lsa ham namozlarim o'tadimi? Savolga javobni Termiziy hadisidan olsak bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deydilar: balog'atga yetgan ayollarning namozi ro'molsiz o'tmaydi. Bu degani namoz o'qiyotgan paytda avratlar yopiq bo'lishi shart. Yuzingiz, qo'lingiz va oyoq to'piqlaringiz avrat sanalmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayol kishi namoz o'qiyotgan paytda avratlari yopilgan bo'lishi shart. Agarda siz ham namoz vaqtida xuddi shunday sunnatlarga amal qilsangiz, Allohning inoyati bilan namozlaringiz qabul bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, kimki faqat namoz paytida hijob taqsa, uning namozi o'tadi, chunki shart bajarilgan bo'ladi. Lekin Qur'on va sunnat dalillariga ko'ra, ayol uchun hijob butun hayotida farzdir, faqat namoz vaqtida emas. Aziz opa va singillar, xulosa sizdan. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni qoldiring va albatta hijob kiyishni xohlagan insoningizga yuborib qo'ying.